Assalomu alaykum. Hurmatli tibbiyot talabalari. Bugun hazm fiziologiyasining davomi hisoblangan, ya'ni ichaklarda hamda ingichka va yo'g'on ichaklarda hazm jarayonlari fiziologiyasi to'g'risida ma'lumotlarni o'rganishamiz. Xo'p. Ichakda qanday hazm bo'ladi oziq moddasi? Ya'ni asosan ichakda hazm ikkiga bo'linadi. Bo'shliqdagi hazm hamda devoriy hazmga. Bo'shliqdagi hazm bu me'da osti bezi fermentlari, o't suyuqligi fermentlari hamda ichakni o'zini xususiy fermentlari hisobiga polisaxaridlar oligosaxaridlargacha parchalanishi natijasida yuzaga keladi. Va bu shira, ya'ni ichakni shirasi ham muhim hisoblanadi. O'tgan darslarda me'da osti shirasi, o't suyuqligini sekreti haqida ma'lumotlar ulashdik. Endi ichakni shirasi haqida ham o'zini xususiyatlari mavjud. Ya'ni o'zi ichakni shirasi qanday ishlab chiqariladi? Ya'ni ingichka ichakni shilliq qavatida joylashgan bezlar, ya'ni duodenal bezlar yoki qadaqsimon hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan, pannet hujayralari tomonidan ishlab chiqariladigan liberkulin bezlari tomonidan ishlab chiqariladi bu suyuqlik, sekret, shilliq tabiatga ega. pH demak 7.2-9 ni, ya'ni kuchli ishqoriy muhitni tashkil qiladi. Va bir kecha kunduzda katta yoshli odamlarda bu 2-3 litrgacha ishlab chiqariladi bu sekret. Va ichak shirasi suv tarkibi organik va anorganik moddalardan tashkil topgan. Anorganik tarkibiga kiradi bikarbonat, xlor, demak kalsiy, fosfor, demak natriy uchraydi. Organik tarkibida bo'lsa oksillar, turli xil aminokislotalar hamda ya'ni mutsindan tashkil topgan bo'ladi bu sekret. Va tarkibida o'zini 20 xildan ortiq fermentlarni tutadi. Ya'ni saxarazalar, laktozalar, nukleazalar, turli xil fosfataza, ya'ni ishqoriy fosfataza, fosfolipaza kabi amilaza fermentlarni tutadi. Ya'ni eng fermentga boy bo'lgan shira hisoblanadi bu ichakni shirasi. Va bu sekretni ajralishi yemirilgan, demak ichakni devordagi yemirilgan epiteliylar bilan birga ajraladi. Shuning uchun tarkibida epiteliyni qoldiqlari ham bo'ladi uni. Xo'p. Endi bu sekretni ajralishini boshqarilishi tajribada ichakni shilliq qavatiga mexanik ta'sir ko'rsatilganda, ya'ni oziq ta'sir ko'rsatsa ham yoki mexanik ta'sir ko'rsatilganda bu unchalik fermentga boy bo'lmagan sekret ishlab chiqargan. Ya'ni fermentga boy bo'lmagan sekret ishlab chiqargan mexanik ta'sirda. Lekin gumoral ta'sirlarda fermentga boy shira ajraladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, gastrointestinal peptid yoki vazointestinal peptid motilin fermentga boy shira ajralishini ta'minlaydi. Gumoral yo'l bilan boshqarishda sekretni. Somatostatin bo'lsa tormozlaydi shira ajralishini. Qolaversa, shu bezlarning faoliyatining kuchayishi natijasida bu sekret ajralishi kuchayadi ichakda. Xo'p, aytdikki, ichakda asosan ikki xil hazm dedik. Bo'shliqdagi hamda devoriy hazm. Asosan shirani kuchi bu devoriy hazmda. Ya'ni bo'shliqdagi hazmda oligomerlargacha parchalanishi mumkin oziq modda, lekin devoriy hazmda bu eng monomer holatgacha parchalanadi. Ya'ni o'zi ichakni qavatlari mikrovarsinka, uni usti glikokalix bilan qoplangan va shilliq qavati mavjud, ya'ni shilliq qoplamasi mavjud. Bu shilliq qoplama ana shu ferment saqlaydi, ya'ni ichakni o'zini xususiy shirasini saqlaydi va me'da osti shirasi ham bo'ladi bu yerda. Ya'ni mana shu qavatlardan o'tib borgan sari monomergacha parchalanib boradi shu fermentlar ta'sirida oziq modda. Lekin sekretni ishlab chiqarishi varsinkaga yaqinlashgan sari kamayadi. Ya'ni shilliq qavatda yuqori miqdorda mavjud bularni sekreti va mikrovarsinkaga yaqinlashgan sari endi so'rish jarayoni boshlanadi. Shuning uchun hazmlanish bilan ichakni devoriy hazmda hazmlanish bilan so'rilish birdaniga demak boshlanib ketadi monomergacha parchalanganidan keyin. Xo'p. Endi o'zi bu ichakdagi hazm jarayonini harakatini nima ta'minlaydi? Ya'ni buni o'zidan o'zi bu oziq varsinkaning yuzasiga borib qolmaydi yoki sekret ajralib qolmaydi. Bu
ichakni harakati orqali amalga oshiriladi. Ichakni harakati bo'lsa, uni tarkibidagi muskullar, ya'ni bo'ylama hamda sirkulyar muskullardan tashkil topgan, shularni qisqarishi orqali amalga oshadi. Ya'ni bu sekretni ajralishi yo bo'lmasa hazm bo'lishi. Xo'p, ichakni harakat nimalarni ta'minlaydi? Himusni aralashishini, hazm shirasi bilan himusni ichak bo'ylab harakatini va ichakning yuzasida moddalar almashinuvini ta'minlaydi. Demak, so'rilish haqida ma'lumotga egamiz. Birinchi, demak, normal fiziologiyaning umumiy bo'limida bilamiz, aktiv transport, passiv transport hamda yengillashtirilgan diffuziya yo'li bilan demak moddalar so'riladi. Xo'p. Endi harakati aytdikki, bo'ylama hamda sirkulyar muskullarni qisqarish bilan bog'liq. Shunga ko'ra 3 ga bo'linadi ingichka ichakda demak harakati. Bu peristaltik harakat, demak ritmik segmentatsion harakat va o'z navbatida mayatniksimon harakatlari mavjud, demak ingichka ichakni. Ritmik segmentatsion harakat qanday? Bunda faqat halqasimon muskullar qisqaradi. Ya'ni halqasimon muskullarni qisqarish natijasida ichak ma'lum bir bo'laklarga bo'linib qoladi. Ya'ni faqatgina bitta halqali muskul qisqaradi va keyingi joyda yana bitta halqali, ya'ni segment hosil qilib, ritmik segment hosil qiladi va har bir keyingi segmentni bosimi birinchisidan ko'ra yuqoriroq bo'ladi. Bunda aynan himusni aralashishi uchun bu muhim harakat hisoblanadi. Xo'p, keyingi harakat hisoblanadi bu mayatniksimon harakat. Mayatniksimon harakat nima uchun nomi bunaqa? Chunki himus orqadan oldinga qarab harakatlanadi, bunda chayqaladi. Ya'ni hazm uchun bu muhim narsa. Ya'ni bunda endi bo'ylama muskullar ham, halqasimon muskullar ham qisqarishi, demak, harakat kuzatiladi. Va ichakni yuqori qismlarida bu 1 minutda 9 martadan 12 martagacha, quyi qismlarida bo'lsa bu 6-8 martagacha 1 daqiqada bunaqa mayatniksimon harakat kuzatiladi. Yana shunaqa harakat borki, bu peristaltik harakat. Ya'ni ichak peristaltikasi degan gapni ko'p eshitganmiz. Peristaltik harakatda endi bunda ham halqasimon muskullar qisqaradi va buni o'ziga xosligi endi ichakdagi endi himusni kaudal yo'naltirishda iborat. Ya'ni yo'g'inchakka o'tkazishdan iborat umuman olganda himusni. Bunda kengayadi ichakni quyi qismi, bo'g'iqlar hosil bo'ladi. Ichak bo'lsa, demak, quyi qismi kengayadi, bo'g'iqlar hosil qilib, himusni kaudal yo'naltirishda harakatlantiradi. Bu juda ham tez bo'lishi mumkin yoki juda sekin bo'lishi mumkin. Ya'ni bu jarayonga o'tishiga bog'liq. Xo'p, agarda sekin bo'lsa 0,1-0,3 santimetr sekundiga amalga oshadi. Agar tezroq bo'lsa 7-21 santimetr sekundiga harakatlanishi mumkin himus peristaltik harakat natijasida. Xo'p, buni boshqarilishi qanday? Boshqarilishi miyagen, nerv hamda gumoral yo'llar bilan boshqariladi bu ichaklarning harakati. Xo'p, miyagen boshqarish mexanizmi qanday? Miyagen boshqarish mexanizmida o'z navbatida bunda Auerbach tuguni orqali amalga oshiriladi. Ya'ni gistologiyada bilimlarimizga mustahkam bo'lsa, Auerbach tuguni nimaligini bilamiz. Ya'ni bu mushakni avtomatiyasi. Ya'ni ingichka ichakni mushaklari o'z-o'zidan qisqarish xususiyatiga ega ana shu Auerbach tugunlarining hisobiga. Ya'ni miyadan impuls bo'lishi shart emas. Agar mabodo biron ta'sirda cho'zilsa, bu qisqaradi ingichka ichak. Auerbach tuguni hisobiga. Yana ichakni uzatuvchi bo'limlari bor ingichka ichakda aynan. Ya'ni umumiy o't yo'lini 12 barmoqli ichakka quyiladigan sohasi hamda yonbosh ichak sohasida bu uzatuvchi bo'lim deyiladi. Shunaqa bo'limlari bor. Bunda nerv va gumoral ta'sirlar natijasida ichakning harakati yuzaga keladi. Xo'p. Endi nerv boshqarilishi bilamiz, adashgan nerv innervatsiya qiladi ichki a'zolarni, asosan 12 barmoqli ichakni. Demak, yuqoriga polni innervatsiya qiladi. Yo'g'inchakni yuqoriga 3 dan 2 qismigacha, demak, adashgan nerv innervatsiya qiladi. Ana shu nervlar parasimpatik ta'sir ko'rsatsa, bunda harakati kuchayadi. Agar simpatik ta'sir ko'rsatsa, unda
harakati susayadi, tormozlanadi bunda. Xo'p. Yana turli xil omillar mavjud. Misol uchun ovqatlanish jarayonimizni aytsak. Ovqatlanish jarayonida avval ovqat qabul qilayotganimizda tormozlanadi, keyinchalik bu ya'ni harakat kuchayadi keyin ovqatlanish natijasida. Xo'p. Yana reflektor faoliyati orqali boshqarish ham mumkin. Misol qilib, qizilo'ngach refleksi yoki bo'lmasa qizilo'ngach ichak refleksi hamda me'da ichak reflekslari bor, hamda rektointestinal reflekslar bor. Xo'p, qizilo'ngach ichak refleksi faqat qo'zg'atuvchi xususiyatga ega. Me'da ichak refleksi ham qo'zg'atuvchi, ham tormozlovchi xususiyatga ega ichakni harakatini. Rektointestinal demak refleks bo'lsa faqat demak tormozlash xususiyatiga ega. Xo'p, gumoral yo'l bilan boshqarilishi. Gumoral yo'l bilan boshqarishida demak gastrin, gistamin yoki bo'lmasa oksitotsin, vazopressin kabi gormonlar bular ichakni harakatni kuchaytiruvchi omillar hisoblanadi. Glukagon va sekretin o'z navbatida gastrointestinal peptid hamda vazointestinal peptidlar bo'lsa, bular tormozlaydi ichakni harakatini. Bu demak ingichka ichakdagi hazm jarayoni. Xo'p, yo'g'on ichakda endi qanday bo'ladi hazm jarayoni? Ya'ni endi yo'g'on ichakda hazm iliotsekal, ya'ni sfinkter ochilgandan keyin, ya'ni bosim hisobiga ochiladi, ma'lum 30-50 suv ustida ochilgandan keyin sfinkter, ya'ni ichakning harakati tufayli himus endi yo'g'on ichakka o'tadi. Yo'g'on ichakda asosan hazm ingichka ichakda deyarli hamma hazm bo'lib bo'lgan bo'ladi. Faqatgina kletchatkagina hazmlanmaydi ingichka ichakda. Mana shu kletchatka hazmlanishi mumkin yo'g'on ichakda. Xo'p, suv so'rilishi mumkin. Turli xil suvda eruvchi vitaminlar yoki bo'lmasa karbon suvlar so'rilishi mumkin. Asosan hazmlanish faqat kletchatka hazmlanishi mumkin. Xo'p. Va yo'g'on ichakda ham shira ajraladi o'z navbatida. Qisman fermenti kamroq bo'lgan shira ajraladi. Ya'ni u ham pH buni 8-9, buni ham kuchli ishqoriy, lekin fermenti kam. Bunda ham amilaza yoki bo'lmasa fosfolipaza fermentlari, nukleazalar mavjud, lekin fermenti nisbatan kam bo'ladi ingichka ichakka nisbatan. Xo'p. Lekin agar ingichka ichak patologik holatda ishlamasa yoki hazm jarayonida ishtirok eta olmasa, biror bir buzilish bo'lsa, yo'g'on ichakni faoliyati ortadi hazmda. Ya'ni endi fermentga boy shira ajratib, uni o'rnini kompensatsiya qilib qoplash vazifasini ham yo'g'on ichakning ahamiyati katta shuning uchun. Xo'p. Boshqarilishi bu ham bir xil deyarli. Harakati sal farq qiladi. Ya'ni hazmlanishida, endi so'rilishida harakati muhim ichakni. Yo'g'on ichakni harakati endi katta va kichik mayatnik simon hamda demak peristaltik, antiperistaltik harakatlari mavjud bunda. Xo'p, asosan kal shakllanadi endi yo'g'on ichakda. Ya'ni axlat massasi ko'rinishga keladi, najas shakllanadi yo'g'on ichakda. Xo'p, yana yo'g'on ichakda endi mikroflora mavjud, ya'ni B va K vitaminlari sintezida. Xo'p, asosan anaerob mikroflora hisoblanadi va aerob mikroflora ham uchraydi. Xo'p, boshqa patogen mikroblarni yo'q qilishda muhim bu mikroflorani. Xo'p, yana achitish, chiritish jarayonlari uchun muhim vazifani bajaradi oziq moddani. Xo'p, yana turli xil endi achitish, chiritishda zaharli gazlar hosil bo'lishi mumkin. Moddalar agar to'g'ri hazmlanmasa-yu, yo'g'on ichakka tushsa, indol, skatol, demak fenol kabi zaharli moddalar hosil bo'lishi mumkin. Xo'p, ya'ni endi najas shakllandi asosiysi yo'g'on ichakda. Xo'p. Endi bilishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa bu defekatsiya. Asosan yo'g'on ichakda defekatsiya muhim qismi. Xo'p, defekatsiya degan nima degani o'zi bu? Bu to'g'ri ichakdagi retseptorlarni ta'sirlanishi yoki bo'lmasa qitiqlanishi natijasida najasni tashqi muhitga ajralish, ya'ni chiqarish jarayoniga defekatsiya deyiladi. Va defekatsiya o'z navbatida bosim talab qiladi. Ya'ni 30-50 millisimol suv ustuni bo'lsa, bu to'g'ri ichakda bosim yoki yo'g'on ichakda bosim, unda o'z defekatsiya hissi paydo bo'ladi.
Va demak bel va dumg'aza segmentlarida joylashgan demak markazlar orqali bu ixtiyorsiz defekatsiya amalga oshiriladi. Ixtiyoriy defekatsiya, ya'ni o'zimiz boshqara oladigan, demak, ya'ni ajratishimiz bu bosh miyamizda, ya'ni gipotalamus, uzunchoq miyada hamda miyani po'stlog'idagi markazlarda mavjud hisoblanadi. Va defekatsiyada endi nima bo'ladi? Xo'p, asosan agar bel va dumg'azadan impuls kelsa, bunda sfinkterlar, ya'ni tonik holatini qisqarish, tonik holati yopiq bo'ladi asosan sfinkter, to'richakni sfinkter o'sha bo'shashadi. Hamda to'richakni muskullari, yo'g'inchakni muskullari, ya'ni bo'ylam va halqasmo muskularini qisqarishi hisobiga, sfinkterni bo'shashi hisobiga tashqi muhitga demak ajraladi najas. Xo'p. Endi miyamizdan keladigan ixtiyoriy impuls hisobiga endi kuchlanish, ya'ni bosim bo'lishi kerak ajralish uchun. Xo'p. Ya'ni bunda endi qorin muskullari ishtirok etadi, diafragma muskuli ishtirok etadi. Qiyshiq qorinni ichki tashqi to'ri muskullari, diafragma. Bular 220 millisuv ustunigacha bosim hosil qilib beradi va bu defekatsiyani normal bosimni ta'minlaydi, ya'ni. Va tashqi muhitga ajraladi endi, ya'ni defekatsiya sodir bo'ladi bunda. Sog'lom odamda bir sutkada 1-2 marta defekatsiya bu normal holat hisoblanadi. Va o'zi hazm jarayoni umumiy 3 sutka bu bo'lishi normal holat, 1-3 sutka. Defekatsiya bir kunda 1-2 marta bo'lib tursa bu normal. Xo'p. Shunda hazm jarayoni eng ko'p vaqt ketadigan joyi bu yo'g'inchakda. Sababi bu yerda kal shakllanadi, ya'ni ingichka ichakda ko'pi bilan 24 soatgacha turishi mumkin. Yo'g'inchakda lekin 48-72 soatgacha saqlanadi. Ancha murakkab jarayon bo'ladi bu yerda. Xo'p. Va yana qo'shimcha ma'lumot bu hazmga oid, ya'ni hozir ichaklarda hazm to'g'risida ma'lumotlar ulashdik. Ya'ni pigment haqida, ya'ni najasni pigmenti qanday rangi paydo bo'ladi, ya'ni qayerdan o'ziga xos bo'lgan rangi. Bilamiz, jigarda gepatotsit hujayralari bor. Ana shu gepatotsitlarda demak gemoglobinni parchalashi hisobiga bilirubin moddasi hosil bo'ladi. Ya'ni bu erkin bilirubin, bu zaharli bilirubin hisoblanadi. Bu zaharni, ya'ni erkin, umuman zahar bu. Buni birikib tanadan yo'qotish uchun glyukaron kislotasi bilan demak birikkan bilirubinni hosil bo'ladi jigarda. Ya'ni detoksifikatsiya qilish uchun. Bu birikkandan keyin o'z navbatida umumiy o't yo'li orqali, demak jigardan o'ng va chap o't yo'llari, umumiy o't yo'li orqali o't suyuqligiga ana shu bilirubin birikkan holda glyukaron kislota bilan demak pigment vazifasini bajaradi o't suyuqligida. Hazmda hech qanaqa ahamiyati yo'q, bilamiz pigmentini. Ya'ni ichakda hazmda qatnashmaydi bu bilirubin. Undan keyin yo'g'inchakka o'tadi vaqt o'tib. Yo'g'inchakka o'tgandan keyin bu yerda mikroflora bor, ya'ni bakteriyalar bor, asosan anaerob bakteriyalar. Buni ta'sirida urobilinogenga aylanadi. Va urobilinogenni 100% deb bo'lsak, 20% u urobilin holatida qon orqali so'rilib siydikka rang beradi. 80% bo'lsa bu sterkobilin holati, sterkobilin, ya'ni sterkobilin holatda najasga rang berish vazifasini bajaradi. Ya'ni mikroflorani ahamiyati ham mana shu. Agar sterkobilinga aylanib, ya'ni bilirubin hosil bo'lmasa, u yo'g'inchakka kelib, demak, urobilindan sterkobilin hosil bo'lmasa, najasning rangi hosil bo'lmaydi. Bu patologik holat bu. E'tiboringiz uchun rahmat.